Assalomu alaykum aziz eldoshlar, hurmatli yurtdoshlar. Elimizga, yurtimizga ko'klam kirib keldi. Bahor ayyomi o'zgacha shukuh bilan, o'zgacha tarovat bilan, qalblarda xursandchilik, dillarda xushnuqlik uyg'otgan holda bugun yurtimizga tashrif ayladi. Avval yuragingga mo'ltiraydi u. So'ngra kurtaklarga o'rgatadi so'z. Zamin ko'zlaridan qochadi uyqu. Demak, bahor kelmoqda Navruz. Bugun mana shu ajoyib kunlarning birida, bahor ayyomida elimiz Bo'yrachi elida biz yana Bo'yrachi farzandi kanali bilan o'zimizni navbatdagi tashrifimizni boshlamoqdamiz. Bugungi tashrifimizda Bo'yrachi elini aziz tabarruk xonadonlaridan biri bo'lgan, o'zlarini xizmati yu mehnati bilan elga, yurtga tanilgan, serqirra inson, har tomonlama mana shu o'zlarini halol mehnati bilan bugun xalqning ardog'ida bo'lgan ustozimiz Matyoqub aka Eshshonovlar xonadoniga tashrif buyurib, ular bilan hamsuhbat bo'lmoqni siz bilan bugun birga amalga oshirish niyatimiz bor. Matyoqub aka, avvalambor mana shu o'tgan Navruz ayyomlari, bayramlar bilan sizni muborakbod etamiz. Ilohim mana shunday bayramlarni ko'pini ko'rmoq barchamizga nasib qilsin. Bugun muqaddas ro'zai Ramazon oylarida tabarruk zaminimiz uyg'ongan go'zal onlarda siz bilan uchrashish baxtiga musharraf bo'lyapmiz. Fursatdan foydalanib mana siz yaratgan ajoyib mana bog'imizda turibmiz. Bu bog'ga bo'lgan munosabat, ishtiyoq sizga qachon paydo bo'lgan, qachondan mana shu daraxtlarga chiroyli mana go'zal bugun gullarga burkangan chiroyli bog'ni barpo qilgan ekansiz. Shular haqida siz bilan bir ikki og'iz ham suhbat bo'lsak. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Avvalambor hammangizni Navruz olam bilan chin qalbimdan, oilam nomidan tabriklayman. Mana shu Navruz olam hayit bayramlari bilan hammani chin qalbimdan tabriklayman. Endi sizning savolingizni javoban bu bog' qilish niyatim mana shu tabiatni o'ta boshlaganimizdan 5-sinfdan qalbimga kirgan edi. O'qituvchimiz Michurin haqida gaplaganda kim Michurin bo'ladi deganda men deb javob berganman. Şu arzumni 89-yilda mana amalga oshirdim. Shu bog'ni barpo qilib, bolalarimizni aqtiq cho'liq ilatimizga bir xizmat qilsin, ilatimizga bir tabarruk bo'lib qolsin deb niyat bilan nal qadaganmiz. Mana ko'rib turibsiz, 30 yildan oshdi. Bir shu yangilanmayani shu erik bog'imiz qolib turibdi, boshqa yaqini yangilab mana ko'rib turibsizlar, yangidan naxollar ekib yangi bog'ni barpo qilyapmiz. Intensiv bog'. Mana yurtimizda bo'layotgan o'zgarishlarning hammasi inson uchun, insonning qadri uchun, xalqimizni, elimizni, yurtimizni boyitishimiz uchun qilinayotgan ishlar. Mana shu ishlarda hammaga ezgu niyatlarda hammaga men tilakdoshlik bildiraman. Hammani xonadonida yaxshi kunlar bo'laversin. Hech kim iljimosin. Topganimiz yaxshi kunlara, to'ylara buyuraversin. Matyoqubjon, mana shu bog'ni nomini qo'yishda albatta bu Xorazm viloyati Shovot tuman Bo'yrachi elidan juda katta ulug' zotlar o'tgan, ulug' ulamolar o'tgan, aziz bir insonlar o'tgan, fidoyi ma'rifchilar o'tgan, ota-bobolaringiz elga taniqli bo'lgan. Shuning uchun siz bu bog'ni nom qo'yish vaqtida bir o'ylandim degan gapni aytgan edingiz. Shu ulug' zotlarni, ota-bobolaringizni hurmatini ehtirom keyingi avlodlar sizdan qoldirgan shu bog' rog'larni mevasidan nevara-chevalar yegan vaqtida ana shu o'tib ketganlarning ruhlariga bir duo fotiha qilib o'tirsa degan orzu umid bilan mana bu oziq-ovqat mo'l ko'lchiligiga munosib hissa qo'shish maqsadida
o'tib ketgan ota bobolaringizni nomini eslab, shularning nomiga shu bog'ni qo'ydim degan gapni aytdingiz. Qanday eslaysiz shuni? Her kim oilasida belki badı bu. Adettir, urf adettir. Ata babani eslash, qadrlash, ularning nomini abadiylashtirish. Manam şu niyat bilan buamizni şu elda, yurtda o'zini davrida tanilgan, sho'rni darg'asi bo'lgan Veys buamizni nomini qo'yishni qildik. Shuning uchun mana shu bog'ni nomini Veysov ishchan fermer xo'jaligi deb nomladik. Kelgusida farzandlarimiz, aqtiq cho'luq yo'luqlarimiz eslab o'tirsin. Albatta. Ularni nomina duo fotihalar qilib o'tirsin degan ezgu niyatlar bilan qildik shuni. Fermer xo'jaligimiz ko'p tarmoqli. Chorvachilik ham bor fermer xo'jaligimizda. Tadbirkorlik ham bor fermer xo'jaligimizda. Mana shu yerda mana shu mevalarni quritib eksportga chiqarish niyatimiz bor. Buni qilib o'tirdik. So'nglik bilan to'xtab qoldi, lekin hozir yangidan shunani boshlamoqchimiz. Mana quritadigan seximiz shu vaqtda bor, qurilib turibdi. Fermer xo'jaligimizda mallarimiz bor. Boqilib turibdi. Biz hozir fermer xo'jaligimizni yuritishdasinda 10dan ziyod malımız var. Şular yazda meyveler bilan, kışta chorvachilik bilan to'liq shug'ullanamiz. Ahmad Yaqub aka, nihollarni qayerdan olib kelgansiz? Ko'chatdan. Nihollarni men endi o'zlarimiz ham qiladik, lekin mana bu fermer xo'jaligimiz kengayib ketgandan keyin qo'limiz tegmay qoldi. Bekturda zerib baylar ham biladi. Elime şu elatımıza ko'chat yetkazib beradim. Endi buni aniq ne bo'lsa shu shredder narsidan quvadan shredder narsidan olib qaytdim. Quvadan. Shura 1000 dipdan ziyod ko'chat olib keldik. Mana bu atiza ko'chat o'tkazdik. Mana bu atiza ko'chat o'tkazdik, yangiladik. Asosan qaysi mevalardan ko'proq hozir sizda? Bizda hozirgi olib kelgan mevalardan bizda yo'q narsalardan ko'pincha olib keldik. Badam, g'oz, yong'oq, malina, undan keyin smorodina, nelarni olib keldik. Bu yerda yangi sort olmalar, yangi sort noaklar. Endi raqobatda yengish kerakda Raqobatda bozorda o'tadigan, eksportga ketadigan sortlardan olib qaytdik. Endi sizga bir shunday nima, kam daromadli, shunday oilalarga bir shu yetkazgan ko'chatlaringizdan, boshqalardan, mevalaringizdan shularga bir yaxshi kunlarda bir hadiya qilish yoki sovg'a qilish, ihson qilish ham niyatingizda bormi yoki qilganmisiz hozirga qadar? Qilib kelyapti. Endi nima desam bo'ladi? Bu niyat meni bog'ni qilmaganimdan uyimdagi bog'dan ham qiladik buni. Ya'ni qariyalarni xabarini olish, shu oilalarni ahvolini qarash ezelden ota-bobomizdan keltirgan urf odat. Rahmat. Etchonbangi deganda laqabimiz shunday bo'lib ketgan. Buni buyaqini Qo'ng'irot, buyaqini esa Hazar Spatarchali daniydilar. Chunki bizani yo'l bir eski İpek yolu bo'lgan. Shu bardi geldi. Tashavuz bilan, Ilallı bilan, eski Urganch Tashavuz yo'li, eski. Ana shu vaqtda hamma qo'noqlar shora qo'nib o'tgan ota-bobomizning aslında Karvansaray degan bir oila bo'lgan. Shuning uchun hali
şu vaqtlar ekskursiya bargan vaqtlarında akam bilan uylara girsak bizani tanib nima qiladilar, to'p qiladilar. Ustoz, xalqimiz bejizga aytmagan. Yaxshidan bog' qoladi. Mana shu xayrli, savob ishlaringizda qilayotgan sa'y harakatlaringizga barakatini bersin. Mana shu xalqimizni dasturxonini noz-ne'mat bilan bezatib, xalqimizni farovonligini qo'shayotgan hissangiz yanada yuksalaversin. Sizga mustahkam sog'lik tilaymiz, oilangizga tinchlik, farovonlik, omadingizni bersin deymiz. Rahmat, katta rahmat. Sizlar ham katta rahmat. Mana shunday kelib turib qiziqib bizani topib turib mana shu tabriklab kelib o'tiribsizlar. Katta rahmat sizlar. Ishlaringizga omad tilaymiz. Orzu ümidiniz yaşlıktan bu ota-bobolarimizdan qolgan aqlimiz bor. Yaxshidan bog' qoladi, yomondan dog' qoladi degan naqllarni sizdan yine yaxshi iz qolib bog' yaratdingiz. Pensiya chiqqandan keyin otangiz Madamin akam ustozimiz edi. Yine ustozimizning o'g'li Matyaxshan katta bog' yaratib pensiya chiqqandan keyin oilasi bilan birgalikda ana shuni kichkina niholdan boshlab katta qilib mana elimize meyvelerini tartib qildi. Do'stimiz, yine şu Novruz ayyomi bilan sizni tabriklayman. Uzoq yosh versin, quvvat versin. Iloyim ko'p yillar shu bog'ni yaratib elimize tartib qilmoq sizlarni oilangiz bilan birgalikda nasib qilsin. Oilangizga sog'lik, salomatlik, shu Gulsara bilan birgalikda, Gulsara bilan qo'sha qarib, şu farzandlarning kamolini görüp, çavluq, yavluqlarni, yatlıqlarni sevib oturmak Allah taala nasib qilsin. Zeripbay, uzoq bo'lsin, do'stlar. Katta rahmat Zeripbay. Zeripbay mana ham kasbdoshim, ham frontdoshim. Birga. Yaxshi, endi. Birga armiyada bo'lganmiz. 72-yilda. Birga tamomlab kelib, ishlarda ishlab birga hamkorlik qildik. Ko'p ishlarni qildik. Zeripbay ham necha yillar maktabda zavch bo'lib ishladi. Bolalarning tarbiyasine ko'p hissa qo'shgan inson. Rahmat do'stim. Güç kuvvet verge ilohim. Farzandlaringiz kamolini görmek nasip etsin. Yoldaşlar, inson hamisha go'zallikka intilgan. Chexovning bir gapi bor. Go'zallik insoniyatni qutqaradi. Shu intilib yurgan edim, shu eldoshlara, yurtdoshlara mana bu dunyo go'zalligini ko'rsatsam degan niyatim bor edi. Dunyo go'zalligida avvalambor hattoki mana shu eski qadimgi arxeologik qazmalar arasında Keltaminor medeniyetinde taşlara oyulgan resimlerini görüp hayretlener edim. Tolstoy'un kitabında verilgen mənbələrini okup hayretlener edim. Nahotki insan mana şu medeniyetinin, mana şu çırayını ro'yobga chiqargan bo'lsa, shularni tasdiqi uchun men birinchi mana bu yerda qo'yibman Michelangelo'ni. Mana Da Vinci turibdi. Bu inson Michelangelo, Da Vinci o'zini davrida biza hali Misr o'ylamagan, biza hali uni sezmeyen holatda narsalarni yaratgan. Nafaqat rassom, bu ixtirochi Shnekni birinchi yaratgan inson. Liftni birinchi yaratgan inson. Parashutni birinchi yaratgan inson. Endi bu chiroyga qarang. Odamni, insoniyatni, go'zalligini tasvirlab bergan doshda. Doshdan go'zallik yasagan inson. Men qarang. O'qiganman, Ermitajni ko'rib turib havasat edim. Qani elime, yurtima mana shu chiroylarni, mana shu nalarni ko'rsatsam degan. Mana hozir shu niyatima yetdim.
Mana rasmlarni qarang. Repinni. Mana Serovni rasmlari. Bera kelib turib, Vostitsovni rasmlari. Shishkinni rasmlari. Go'zallik, bu go'zallik insoniyatni yangi cho'qqilara, yangi intilishlara, yangi kashfiyotlara intiltiradi. O'zingizda nevaralarni qilgan ishlarim ekan deb turibman mana bu yerda. Leonardo da Vinci'ni. Tamam. Mana bu yerda meni nazarimda shulardan ilhom olib, nevaralardan qilgan ishlari bo'lsa kerak. Buna bir kağıt gapirib bering iltimos. Endi men shularni yasab, qistiraman deb zotib turgan vaqtda Bekajon keldi yanıma. Kim bu Bekajon? Aqtiqim. Geldidan menem resimlerimni qistirasizmi yasasam? Dedi. Yasab bilasanmi kızım desem? Ava da. Yine Bekajon özünü resimleri singlisi bilan özünü yasab qo'yibdi. Bular raqsga tushishni yaxshi ko'radi. Shuning uchun ikkisini raqsga tushganini tasvirlab qo'yibdi. Mana bu yerda naturmort tasvirlab qo'yibdi. Bu dengiz naturmorti. Mana bu. Demek babalarını kılgan işlerinden ruhlanıp nevaralar hem bu tesirini qarang. Demek babalarını kılgan işlerinden ruhlanıp nevaralarga ham ijod ata qilingan. İnsanlar hamisha ilmga, ma'rifatga, ma'naviyatga intilib yashashadi. Bugun mana shu xonadon sohibi, mehnat faxriysi, xalq ma'rifi yo'lida, xalq ta'limi yo'lida uzoq yillar samarali mehnat qilgan, elni, yurtni xizmatiga bel bog'lab, mana shu el, yurtni hurmati, e'tiboriga sazovor bo'lgan aziz inson Matyaqub aka Ishshonovlar xonadonida suhbatimizni davom ettiramiz. Bu xonadonni kattasi mana rahmatli Xorazm xalq ma'rifi fidoyilaridan biri bo'lgan, ma'rif darg'alaridan biri bo'lgan, nafaqat mana shu tumanimizni, viloyatimizni ta'lim sohasidagi katta natijalarni qo'lga kiritishda o'zlarining xizmati bilan elga, yurtga tanilgan aziz tabarruk inson Madamin aka Eshshonovni bugun yodlaymiz. Madamin aka Eshshonov Bo'yrachi elini xalq fidoyisi, xalqni bir g'amxo'r insoni, xalq uchun xizmat qilgan, tanilgan insonlardan biri sanalgan. Ana shu Madamin akamizni katta o'g'li ana Matyaqub akamiz o'z xonadonlarida biz bilan ham suhbat bo'lmoqdalar. Matyaqub aka, yana bir bor xonadoningizga tashrif buyurganimizdan behad shodmiz, xursandmiz. Rahmat. Rahmatli ma'rifat darg'asi bo'lgan otangiz haqida, oilangiz haqida, mana shu qo'lga kiritgan, erishgan natijalaringiz, olib borgan ishlaringiz, qolaversa bundan keyingi faoliyatingizdagi rejalaringiz haqida biz bilan o'rtoqlashsangiz. Marhamat. Rahmat. Hurmatli eldoshlar, mana bugun bizlarni eslab, ota-bobolarimizni eslab, mana bu xonadonimizga tashrif buyurganlaringiz uchun kattadan katta rahmat. Bu ajoyib bo'ldi, chunki Navro'z bayrami arafasi, umum xalq bayrami, bunday qarasak dunyo bayrami. Barcha yerda mana bu bahorni hamma qo'llab-quvvatlaydi, xush ko'radi va quvonib kutib oladi. Endi otam haqida gaplaydigan bo'lsam, u inson 1923-yil o'zini aytishicha erik pisharda deb aytadilar. Lekin
dokumentlarni alab bo'lmagandan keyin shu vaqtda doğulgan vaqtlarini iyul oylarına dokument berilgan. Shuning uchun iyul oyida doğulgan deb dokumentida naqlingan, qayd qilingan. Atam 4 farzandni anamdan, buvamızdan kalan 4 farzandni o'g'il farzandlardan, qizlaridan ham ikkisi bo'lgan, 6 farzandni eng kichigi bo'lgan. Atamni og'aylari Do'tchan buvam, Saparvoy buvam, Buvajon buvam. Bular barisi shu Ikkinchi jahon urushida qatnashchilari. Shulardan faqat Do'tchan atam bilan akam qaytib kelgan. Ikki og'aynisi mana vatanni himoya qilib, eskicha aytganimizda shahid ketganlar. Biri Stalingrad ostonasida, Buvajon atam Ukraina cho'llar, Ukraina o'rmonlarida qolib ketgan. Akam urushda yurib ham shu elini, yurtini bir eli yurtina xizmati tegadigan inson bo'lib yetishing degan umidda bo'lgan. Kelib urushdan 44-yil qo'lsiz, oyoqi yarador, cho'loq bo'lib yurib kelgandan reisni aytishina qaramay o'qisha yo'naladi. Barib turib oldin o'qituvchilar kursini bitirib qaytib kelib bu yerda mana chiqalib maktab g'ayrat maktabi bo'lgan. U yerda ishlab yurganda bexas shu bir o'quvchilara vatan she'rini o'qib turganda bolalar boshqacha tushunib turib takrorlaganini xafa bo'lib ketib, qaytib ketib, borib institutga girib institutni tugallagan. Lekin endi shu nima desak ekan, intilishimi yoki bilimimi shu institutni 4-kursida o'qib yurganda akama taklif qiladilarki, zavochniy, ya'ni sirtqidan o'qiydigan studentlarga dars berishni taklif qiladi. 4-kursdan akam ham institutda o'qiydi, ham sirtqi bo'limda dars bera boshlaydi. Demak, o'sha Madamin akamda shunday xislat borligini sezganlar. Sezganlar. Demak, shuni sezganlar. Ana shu endi eng qiziqi institutda o'qigan, institutda o'qib birga bitirganlar bilan ham do'st bo'lgan. Sirtqilarni bitirganlarni ular bilan ham do'st bo'lgan. Chunki u vaqtda bilasiz, shu sharoit nechka ekanligini kattalar o'qigan. Sirtqida hattoki akamdan kattalar ham o'qigan. Shuning uchun ular bilan ham do'st bo'lgan. Masalan, men shuni bilaman, danıştırıp alıp baradadı. Yanarıqda, Xivada, Xazarasda, Bağatda şu o'qitgan o'quvchilari o'zidan katta, lekin akamni hurmat qilganlar. Akamni hurmat qilganlar. Shulardan biri Shirapaslardan Sattar Shirapas oxirgi hozir ham borish kelish qilamiz. Oxirgi kunigacha otasini yodlab gap ketadi. Xivadan Sultanov kolxozni reisi bo'lgan, raykonda ishlagan. U ham hamisha kelib akamni eslab ketaradi. Eslab. Ataqul aka, mana ota duosini olib, ota kasbini ulug'lab, mana shunday bir sharafli kasbni
o'qituvchilik kasbini tanlagan ekansiz. Mana Matyoqub akam uzoq yillar davomida tumanimizdagi ko'plab maktablarda rus tili va adabiyoti fanidan dars berib, yoshlarni mana shu til o'rganishlarida o'zlarini ajoyib xizmatlari bilan tanilgan ardoqli ustozlarimizdan biri hisoblanadi. Ana shu faoliyatingiz haqida ham ikki og'iz aytib o'tsangiz. Endi ota kasbini tanlashdan birinchi qadam akamni kutubxonasidan boshlangan. O'zlarining shaxsiy kutubxonasi bo'lgan. Kitob javlani bor edi. Shunda chet, asosan ko'pincha chet el adabiyoti turar edi. Dumani, Aleksandr Dumani asarlari. Undan keyin Flaubert'ni asarlari, Merimeni asarlari turar edi. Tarjimasi ham bor edi. Ruscha varianti ham bor edi. Mana shulardan meni birinchi kitob olganim Dumani 20 лет спустя kitob edi. Endi o'zingiz yoshlikda rus sinfda o'qigansiz, shuning uchun bemalol uni mutolaa qila olasiz. Tamam. Shunday bo'lgan. Endi bu tanlashim ham yana bir narsa sabab bo'lgan. Bizning davrimizda kosmos egallana boshlandi. Gagarin, Titovlar parvoz qildi. Bizlar ham shu an intilib shu lyochik olaman deb turib bo'lishni niyat qilgan. Kim bo'lasan desa kosmonavt bo'lasan. Kosmonavt. Kosmosga uchishni yaxshi ko'raman. Endi o'qishga topshirganmiz, lekin vaddan meditsina ko'rigidan o'ta olmadim. Qaytib kelishim majbur. Bizlar ma'lum bo'lgan ma'lumotlarga asoslangan holda aytib o'tishimiz joiz. Mana Matyoqub akamiz haqiqatdan ham yoshlik davrlarida o'sha muhitni ta'siridan ruhlanibmi, o'sha kosmosni egallanishidan ruhlanibmi, uchuvchi bo'lish bo'lsa ham harbiy uchuvchi bo'lishni orzu qilgan ekansiz. Mana shu niyatlarni amalga oshirish jarayonida, amalga oshirish barobarida sa'y harakatlarini qilganlar, lekin mana shu tibbiy ko'rik sabab bu orzungiz amalga oshmagan. Lekin siz bundan albatta afsuslanmaysiz, chunki keyin egallagan kasbingiz ham sizni el ichida bir ardoqli inson sifatida tarbiyalanib, voyaga yetib, mana shunday xalqqa xizmat qilgan aziz, mo'tabar inson sifatida shakllanishingizda menimcha katta sabab bo'lgan. Davom etavering. Shu qaytib kelgandan keyin quruq qolmaslik kerak-ku. O'qiyman degan ishtiyoq bor. Chunki bizning davrimizda o'qituvchilar e'zozlanadi. Hurmatli insonlar edi. Qayerlarda tahsil oldingiz? Shuning uchun kelganimdan qolib ketmaslik uchun Rossiyaning institutlarini qabul boshlangan ekan. Men Moskvaga da dokument topshirdim. Ammo meni taqdir sabab Leningradga o'qishga girdim. Leningradda Gertsen nomli pedagogika institutuna, filologiya fakultetine o'qishga girdim. 1967-yil. Hanuz esimda bizlarni kuzata turib Madiyar aka, Xudoyberganov vaqtda obkomning sekretari, lekin Matrasul aka, Xudoyberganov rayon mudiri kuzata turib, "Bolalarım, siz o'qishga borayotirsiz. Bir o'p borayotirsizlar, ikki o'p qaytinglar" degan so'zlari endi buni hazulana aytilgan, balkim. Lekin zamirimda bir boshqacha ma'nolarim bor. Nima bu? Hamma qarsak chalib turib gulgani hanuz esimda. Shuna. Ana shu borib turib Toshkentda shu 66da zilzila bo'ldi. Bordik Toshkentda qarasak hamma yerda qurilish bo'lib yotibdi. SSRni endi u vaqtda SSRni barcha respublikalardan kelib turib
kuruluşlar bulup sanıp durgan ekan. Mana ha isimde Belarusiyada yazılgan nasıl, Ukraynada yazılgan köçeler, kuruluşçular gelip şunu kurup yatkanları hanız isimde. Şunu barıp Taşkent'ten yığın alıp Respublika boyunca yığın alıp işelon bolup durup mana şu bir işelonda Moskvaga barganımız. Moskvadan biz hani bölüp durup Piter'e alıp gittiler, Leningrad'a şu barıp düşken günümüz Yakşanba'ydı. Yakşanba günü barıp düşken dedik. Şu bilen Moyka 48 Gertsen namlı pedagogika institutunda 5 yıl tahsil algan. Bu paytda meni kızıkışım şunda ham şu ata-bobamızı eslep birinchi u yerda qilgan endi ilmiy ishda bo'lmaydi buni. Tarixchimiz sizlar mana O'zbekistondansiz. U shu urush qatnashchilarini, yoshlarni izlab kitob yozyaptirgan ekan. Yosh jangchi endi u vaqtda asosan urushda, yani quri yoshlar emas, keksalar ham bo'lgan. Shu menga bir topshiriq berdi. Tarixdan yaxshi qatnashganman dedi. Ishonib dedi, sizga ruxsatnoma olib beraman dedi. Publichniy bibliotekaga dedi. Siz Xorazmdan ekansiz. Siz shu Xorazmli urushda qatnashgan insonlarni nomini tiklasangiz. Qanday qilib desam, men sizga aytib turibman, bibliotekaga ruxsat olib beraman. Girasdan gazeta titkilaysiz dedi. Shu bilan birinchi qadamim mana shundan boshlangan. Komsomol Хорезма в дни Великой Отечественной войны degan nomda nima desa bo'ladi buni? Endi bir kichikgina studentskiy naучный общество bo'ladi. Studentlar shu ilmiy uyushmasida to'plamida shularning nomini chiqarganman. Matiaqov aka, mana hayot yo'llaringizni eslab o'tyapmiz. Matiaqov akam yoshlik davrlarida o'sha davrlarning eng bir mashhur, bolalar uchun sevimli dargoh bo'lgan Artekdan olgansiz. Yanglishmasam, o'sha davrlarni eslab ham yozgan nimalaringiz, esdaliklaringizdan xabardormiz. O'sha joyda ular bilan do'st tutingan qadrdon do'stlarni ham eslab o'tgansiz. Ularning ism, familiyalarini hanuzgacha eslaydilar. Hurmatdan tilga oladilar. Mana shu o'rtoqlaringizni keyinchalik mana oliy dargohda Gersin nomidagi pedinstitutda ko'plab o'rtoqlarni birga ular bilan mana shu yelkadosh bo'lib o'quv muassasasidan ular bilan qadr e'tibor topgan insonsiz. Endi o'qishni tugatgandan keyin ta'lim sohasidagi faoliyatingiz haqida o'rtoqlashdingiz. Qayerda ish boshladingiz? Qayerlarda ishladingiz? Endi bir boshda esimizdan chiqib o'tgan narsa, mana birinchi sinfga girgan davrimda Bo'yrachida, bu yerda o'zbek sinfda o'qishni boshlaganman. Akam Strilkov maktabına direktor bo'lib 54-yil o'tib ketgandan keyin biz ham so'ng ko'chib bordik. Shu 56dan keyin borib 57da birdan o'qishdan uzilib qolgandan keyin u yerda Strilkovda o'qishni boshlaganman. Rus klass bo'ladi. Rus klassida bala kamligindanmi o'rinib hozir eslolmayman. Yoki akam shu rus tilini mukammal o'rgansin deganmi? Mana
oktyabr ayında bir ayda ötüp ketgendeki okuş Rus sınıfına ötkazdilar. Aşa Hafizovna sınıfını bizni birinchi o'qituvchim edi. Asiya Hafizovna. Undan keyin shu Asya Hafizovna men bilan qo'shimcha shug'ullanib turib, ulardan tashqari sinfdoshlarim. Men katta rahmat Pitkova Nadia, Karikovskaya Natasha, Gabidulina Sara men bilan bo'lak shug'ullanib, Rahmanova Mehri shug'ullanib, rus tilini mukammal o'rganishda shular menga ko'makchi bo'lgan. Demak, o'sha rus tiliga bo'lgan qiziqishingiz barobarida keyinchalik mana rus tili adabiyoti fanidan dars beradigan o'qituvchi sifatida Bo'lisham sabab bo'lgan. Sabab bo'lgan. Mana shu rus tili adabiyoti fani bo'yicha qaysi dargohlarda faoliyat olib bordingiz? Men ya aytganimizdek Girchinda o'qidik. Girchinda. Bizlar bilan Satim Nurmetovning qizi Dilaram Nurmetova o'qidi, qahramon. Xorazmdan ya chiqqan to'rt qahramonlardan biri. Sobiq qahramon. Undan keyin Rahmanov Xiva shahrini militsiya nachalnikining qizi Rahmanova Sveta o'qidi bizlar bilan. Lekin shu Mashirbaka Bekjonovning qizi zavodni massa zavodni injenerni qizi Anabiyev bizlar bilan o'qidi. Mana hammamiz taniydigan Fayazov artist. Fayazovning o'g'li Husniddin o'qidi. Fayazov. Xivadan Mashrib Bekjanov birga o'qidi, tahsil oldi. Mana shular bilan birga o'qidik. Endi qiziqi poyezdda eshelonda ketib borib Samarqanddan Hamrayev Bahodir Toshkentdan bir Sovetdan qozaq bola. Lekin men bir kupeda 4 odam men bilan Mashrib Bekjanov birga ketdik. Qiziqi shundaki Hamrayev ham ruscha rus maktabida o'qigan ekan, biladi ekan. Sovet ham rus maktabida o'qigan, biladi. Bir Mashribchan ruschani yaxshi o'zlashtirmagan ekan. Qishloqdan chiqqan bola. Shu barincha buna bo'ladi. Buni nodab aytamiz. Shuni tushuntirib, naqilib bordik. Borgandan keyin ham etakimdan mahkam ushlab oldi Mashrib. Shu nima dedi? Ustozimdan o'zgan shogird deganlardan biri. Bitirgan vaqti mendan ala baho bitirdi. Demak, siz qaysidir ma'noda uni o'zlashtirishni yaqindan yordam bergansiz. Mana keyingi yillarda kelib, mana tumanimizni xalq ta'limiga o'zingiz qo'shgan hissangiz haqida ikki og'iz so'zlab o'tsangiz. Endi 72-yili men 38-maktab Maksim Gorkiy maktabini o'qituvchi bo'lib keldim. Endi sho'raganda boshladingiz. Faoliyatni sho'rdan boshladim. Akam 2-3 maktab olib bordi meni. Lekin hammasi qishloq maktabida. Chqalapa olib bordi. Bera, undan keyin Manaqda. To'rga bir maktabini hozir esi yodimda. Kommunizmda qaysidir maktab olib bordi. Undan keyin aytdim, yo'q, shu o'zlarimizni ota yurtimizga shu Chqalapa boraman. Chqalapa keldim. Shurda ana hozir Erkin akam Alloh opam o'tiribdi. Yana bir ikki Salim opamlar. Ha. Rayonada ishidim, Madamin aka seni tanimayman. Bu qishloqqa yuborib deyarlar esimda. Hazillashib. Men ham hazillashib gulib, yo'q, men u bilan tanishamasman deganman. Nima uchun oyoqning ostida turgan maktabdan sana dars bermay, bu yoqqa yubordi degan gaplarni hazillashib aytadilar. Lekin nima uchun qilganini endi tushunib turibman. Hozir qarig'animizdan keyin
Demak, shu mehnatni bu mas'uliyatni sezsin deb. Masalan, şu vaqtlar hozirgidek mashinalar yo'q-ku. Ben avtobusa çıkışım için 7'de çıkışım gerek edi. Avtostansa endi bozorning yanındadır, şora çıkıp durup birinchi avtobusa minib, bire geldiğimden keyin Maksim Gorki'ye piyada şu an barışım gerek. Shunda turib qatnab ishladik. Şu vaqtlari. Endi uzoqroq bo'lsa qadrliroq bo'ladi. Qadrliroqdi da. Endi shu vaqtdan yana bire geldiğimden keyin Batyrov Reymbergen ekan, rus tilichi ekan. Lakin nadi? Gülar apam. Xo'jayeva. Ova. Başlangıçta rus tilidan ders verildi ekan. Ondan keyin yana komsomoldan kim edi o? Hozir ismidan chiqibdi. Shu ish qilib, qisqasi rus tili fanidan ders ko'p ekan. 56 saat ders o'qitdim men. 72-yil gena haftasına. 56 saat ders ansat emas. 2 smenada. 2 smenada. Yana undan keyin sentyabrning nechtasiga qarab paxta boshlanib ketdi. Vamba, paxta ham chiqish kerak. Darsni ham o'qitish kerak. Ha, vaqtlar shunday. Hammasini shuni qiladik. Shuni. Endi shu vaqtda qiziq voqea tabib, so'ng tabib bo'lgan O'razvoy. Xo'jayev. Xo'jayev. Ham ders beradi shu yerda fizkulturadan, keyin so'ng o'qib turib geografiyadan ders berib boshladi. Men endi ochirmasin deb opam tuxum qaynatib qo'yib, mana qilib beradi. Meni vaqtim zıx yaqin denadi. Bu ejashtirib yeb qo'yadi. Undan keyin indamay o'tiradi. Ochib turib, kim yebdi desam. Mana sizdan shirin xotiralarni eslashdik. Madiyaqub aka fursatdan foydalanib, mana eldoshlarimizga yana bir sizni mana shu o'z kasbini bir fidoyi inson sifatida aziz mo'tabar ustoz sifatida qancha e'tibor topganingizni eldoshlarimız yaxshi biladilar. Lekin Matiyaqub akamizni yana shunday o'zini bir istidodlari, intilishlari, qiziqishlari bor ekanki, undan hamma ham boxabar emas. Avvalambor Matiyaqub akamiz mana shu fanga bo'lgan, ta'limga bo'lgan sadoqati bilan alohida ajralib turgan bo'lsa-da, qolaversa mana shu qishloq xo'jaligi sohasida ham o'zlarini bir qandaydir intilishlarini yo'lga qo'yishni o'zlariga maqsad qilganlar. Uni hali aytib o'tganlaridek, yoshlik paytlarida o'sha biologiya darslarida Michurin haqida bo'lib o'tgan ma'lumotlarni egallash barobarida qani kim Michurin bo'ladi degan vaqtlarida albatta mana men bo'laman degan bir orzulari bor ekanki, o'sha orzulari yo'lda sa'y harakatlari keyinchalik mana hayot jarayonida amalga oshib, Matiyaqub akamiz bog' yaratishga ishtiyoq qilganlar, ko'ngillariga tuyib qo'yganlar. Mana bugungi kunda Matiyaqub akamizni katta bog'lar yaratgan, mana shu meva boshqa ne'matlari bilan bugun xalqimizni dasturxonlarini boyitishda xalqimizga xizmat qilib kelayotgan bir tadbirkor sifatida, bog'bon sifatida ham elda, yurtda nom qozonyaptilar. Bulardan tashqari Matiyaqub akamizni bugun mana xonadonlarga tashrif berish asnosida bir chiroyli bir manzarani guvohi bo'ldik. Matiyaqub akamiz chin ma'noda bilimga intilgan, chin ma'noda go'zallikka, san'atga oshno bo'lgan qalb egasi ekanligini biz yana bir bor guvohi bo'ldik. Negaki bugun Matiyaqub akamiz xonadonda mana siz ko'rib turgan katta bir shaxsiy kutubxonada o'tiribmiz. Mana shu kutubxonamizda bugun 1000 dan ziyod adabiyotlar,
chet el adabiyoti, mahalliy nashriyotlarimiz, o'zimizni o'zbek tilida nashr qilingan juda ko'plab adabiyotlarning qo'llanmalar, o'quv qo'llanmalar va metodik adabiyotlarimiz juda bir katta bir boy kutubxonani bugun shakllantirishga erishgan ekanlar. Bundan biz ko'rib juda ham bir xursand bo'ldik. Rahmat. Yaqub aka, albatta bunday katta fondni, katta kutubxonani tashkil qilish o'z-o'zidan bo'lmaydi. Mana shu kutubxonani yaratish istagi sizda qachon paydo bo'ldi? Bunga sabab nima bo'lgan va qanday mehnatlar bilan mana shu kutubxonani yaratgansiz? Shular haqida. Kutubxonani qiziqish uyg'otilishi shu otamni kitob fondidan boshlangan. O'qishga kirganimdan keyin men rus tilini yana mukammalroq o'rganishim kerak degan fikr paydo bo'ldi. Akam o'z davrida Tolstoy bilan birga Xorazmni piyodalab yurib nima qilgan Eshon buva bilan Matmurat Eshonni otasi juda do'st bo'lganlar. Shu otash ham tarixchi bo'lgani uchun, ham elning naslida bo'lgani uchun endi arxeologlardan tashqari filologlar ham Xorazm shevasina, Xorazm tarixina qiziqqanlar. Sherbak, akademik Sherbak 48-yilda Xorazmga tashrif buyuradi. Va tarjimon sifatida akam unga yo'ldosh bo'ladi. Shu kelib turib Hazarastan tortib to shu Kongrata chaldi. Birga yurib mana shu sheva nalarni aqlar. Shunda Sherbakni aytgan bir gapi bor ekan. O'zbek tilini boshlanishi Oğuzlardan şu Gürlen şevasını tanlagan. Ve o'zlarimizni olimlar ham Xorazm shevasi bilan shug'ullangan. Lekin Sherbak shunday mukammal bilganki, misol qilib aytaman, men Leningradda yurganimda akam shuni adresini barib Sherbak bilan danishtab turib, o'zi kelganda o'zi meni barib Giroy do'sti Rim Avazmurat bilan Leningradga borganında Sherbak bilan danishtirgan edi. Sherbak'a 40-72-yil armiyadan turib, endi armiyada nima qilasan-ku? Turma aytdim. Şu akademikni tabriklab qo'yin deb turib, tabriknoma yozdim yangi yilga. Undan keyin shu yozgan nomi tabriknomamni ko'chiribdidan meni xatolarimni chizib, nima Sherbakdan endi men shu rus naslida o'qini shu Sherbak bilan yozganman. Yo'q, Sherbak bo'ladi seni yozuvingda. Matyakub degan so'zdan menikin ham unaki yo bilan yozib, meni ya bilan yozib, endi dokumentni naslida qilganman. Seni to'g'ri ading Mat Yakub deb turib do'g'illaganlari hanuzgacha esimda. Shu intilishlar menda shu fana bo'lgan intilishni kuchaytirdi. Ilman bo'lgan shu adabiyotlarni to'plab borish istagi paydo bo'ldi. Istagi paydo bo'ldi. Qanday, qayerlardan topdingiz buncha manbani, qayerdan yig'dingiz? Buni ya aytib o'tganimdek rus tilini mukammal o'rganish uchun nafaqat Sherbak bilan o'zlarimizni kursdoshlar bilan ham yaqin bizaniki masalan gruppa o'zbek gruppasi bo'ladigan bo'lsa, rus gruppasi bilan o'quvchilar, studentlar bilan yaqindan tanishib,
Boytsova Galina, Shvetsova Svetlana, ko'p shu ular bilan tanishib turib, ular bilan suhbatlashganimda o'zimni kamchiliklarimni sezdim. Va ayniqsa biz endi ya bo'lmagan bizlarda shu. Masalan, men 9da o'qib yurgan vaqtim Vayna и Mir asarini birgina donasi bibliotekada bo'lganini eslayman. Lev Tolstoy. Ava, birgina donasi. Anna Karenina ham. Endi shu adabiyotlardan naqilganda kam, bibliotekalarda kam bo'lganligini, demak shu vaqtda kam bo'lgandir. Shuning uchun balalar adabiyotini umuman bilmas ekanman. Shu kutubxonani to'rini o'tib, stilajni ortida o'tirib turib, Andersonni, Gaussni, shu ertaklarini o'qib tarbiyalanganman. Nima uchun desak, o'zingning tengdoshlaring bilan suhbatlashganda ular misol keltiradi. Ya'ni shu adabiyotlardan. Sen lal qolib turasan. Shu yerda undan keyin Lidiya Bat bilan Matyak Qo'shchonovning asarlari qo'limga tushdi. Matyak Qo'shchonov bilan Lidiya Batning yozgan Saz жизни, ya'ni hayot bog'i degan asari mana bu yerda turibdi. Bu asarni o'qib turib, Navoiyga bo'lgan qiziqishim qilib ketdi. Zo'yib. Undan keyin o'qishdan kanikulda kelganda nega borsam, kitob do'koniga borsam, Navoiyning 18 so'mlik nasıl turibdi ekan, bir so'm qo'zg'almay olmay hech kim sotib. Navoiyni shu 18 so'mlik jildini birinchi bo'lib sotib oldim. Matay qo'yga mana shuncha adabiyot, shuncha kitoblarni mana oz mehnat bilan topmagansiz, oz mablag' bilan o'rtaga kelmagan. Shularni shunday bir jamlab, katta bir kutubxona shaklida shakllantirishdan ko'zlagan maqsadingiz nima? Endi birinchidan ilmga bo'lgan intilish. Jiyanim Alisher Ishchonov ilhomni katta farzandi. Bir nada hazil tavus aytdilar, ata shuncha kitob yanglab qo'yibsiz, buni o'qib chiqqaningiz bormi? deb turib luqma tashadi. Balam aytdim, qaysi kitobni olasan? Menimcha ensiklopediyadan oldi kerak. Lekin açıp durup aytdim 17-betini aç dedim. Şurada dedim menimcha yukarıdan pasakka şurada dırnakni izi var, karakanı dedim. Taptın mı dedim. Taptım dedi. Okupmam mı dedim. Okupsuz dedi. Ben de şunday adet kitapni bulaştırmaslık aslında. Hem muhakam kolunda bu yanında kalem, ruchka, defter bo'lmay qoladi. Açıp durup okugan vaqtda qiziqarli narsa yo'l qilib qolsa, kitobni yirtmaydi-ku dirnakni. Ozgina dirnakni shu yerga chizib qo'yaman. Lekin bunday ham chizib qo'yaman. E'tibor berib topish narsasida. Shunda mana shu kutubxonadan ko'zlagan maqsadingiz nima? Ko'zlagan maqsadim farzandlarimga, el yurtda kelajak avlod uchun bir boy manbani yaratish. Mana yoshlarimiz o'qisin, o'rgansin, kitobga bo'lgan mehri ochsin. Ina qarang. Og'zaki ijod bor. To'g'rimi? Устное творчество, народное творчество. Og'zaki ijod bor. Yozma manbalar bor. Og'zaki ijodni kimlar saqlab keladi? Xalqni o'zi saqlab keladi. Xalqni o'zi. Ata bobomiz yana Pushkin aytgan-ku, men ko'p narsani tarbiyachimdan, ya'ni nyanyasimdan o'rganganman deb. Buni qo'shiqlarda, allalarda, ertaklarda bayon qilganlar.
avloddan avlodga o'tib kelgan. Lekin mana shu ijodni nima saqlab keladi? Yozma manbalar. Shu yozma manbalarning to'planganligi, yozma manbalarning shunday yig'ilgani insoniyatga intilishlarni beradi. Yangi kashfiyotlarni ochishda yordam beradi. Rahmat. Mana madaniy merosimiz, milliy merosimiz bo'lgan bugun sizni javollaringizdan o'rin egallagan ko'p sonli mana shu kitoblarni, adabiyotlarni ko'rib, chin ma'noda havas bilan boqib turibmiz. Chunki bu noyob durdonalarda ko'plab hikmatli so'zlar, ko'plab o'gitlar, qolaversa ko'plab mana metodik maslahatlar berilgan juda ko'p nodir kitoblarimiz bor ekan. Shularning ichida qarab o'tirsak, asrlarga teng bo'lgan kitoblar ham saqlanganligini mana guvoh bo'lmoqdamiz. Mana shu kitoblarni, qo'lyozma kitoblarni ham saqlanib, bugungi kungacha o'zlarini mana shu qo'lyozma shaklida saqlanib kelayotgan noyob durdona asarlarni ham mana shu javobimizdan o'rin egallagan ekan. Bularni qisqacha axborot beringiz. Bular akamni yig'gan materiallar, suhbatlari, qo'lyozmalari, leksiyalari. Odam e'tiborsiz bo'ladi ko'p vaqtda. Ya'ni o'zini qilgan ishini qayd qiladi ular ham bo'ladi. Bunga bee'tibor koridorlar ham bo'ladi. Mana shu bee'tiborsizlik insoniyatda yalqovchilikka olib keladi. İnsanlı Tolstoy'un tarificha insonni eng yomon fazilati yalqovchilik. Eng yomon tarif. Yani şu narsalar bo'lmasligi uchun har bir yozilgan manbaga ko'ngil qo'yib turib, uni yinglab saqlab qo'ysangiz, farzandlaringiz ham, ko'ngilshovi ham shunga o'rganadi. Rahmat, qiziqarli suhbatingiz uchun Matyoqub aka yana bir bor sizga minnatdorchilik bildiramiz. Mana Matyoqub akamizni kichik bo'lsa-da katta, boy bo'lgan, adabiyotlarga to'la bo'lgan javollarini bugun xalqni xizmatiga shayx holatga keltirganlari uchun sizga minnatdorchilik bildirib, ilohim mana shu boshlayotgan xayrli, savob ishlaringizda Allohning o'zi sizga madadkor bo'lsin. Umringiz ziyoda bo'lsin. Mana shu xalqimizga qilayotgan xayrli ishlaringizdan xalqimiz, yoshlarimiz bahramand bo'lib, ko'p yillar davomida sizni mana shu durdona asarlaringizdan, bebaho bo'lgan kitoblaringizdan foydalanib, kelgusida albatta minnatdorchilik hislari ulardan uyg'onishi bejizga bo'lmaydi. Bu ansatuvani yok yığılışı. Hamma Leningraddan şirinlik yoki boshqa narsa olib qaytgan vaqtlari men kitob ko'tarib qaytaman. Yani studentlar birga qaytamiz, 20 kilo yuk ruxsat berilgan. Men bolalarni biletlarini nadan registratsiyadan o'tiraman deb yig'nab oladimdan, meni chimodanlarim og'ir bo'ladi, chunki kitoblar bor edi. Kilogramni shunga taqsim deysiz. Kilogram shunda turib 5 bileta yo 6 bileta taqsimlanib o'tib keladi dedi. Shunda bu kitoblarni yig'namiz. Rahmat. Matyoqub akamizni yana mana o'zini qiziqishlari sifatida o'zlarini ixlosi yuqori bo'lgan yana bir tomoni bu san'atni chin dildan sevgan inson bo'lgan. Mana shu butun umrlari davomida bir tomondan adabiyotlarga mehri bo'lakcha bo'lsa, ikkinchi bir tomondan mana san'atni bir turi bo'lgan tasviriy san'atni yuksak qadrlaydigan, unga ixlosi baland bo'lgan ustoz sifatida bugun ko'rib turibmizki, bu bejizga emas. Chunki Matyoqub akamiz o'z xonadonlaridan joy ajratib, mana shu katta bir yana bir kolleksiyani, yana bir ajoyib galereyani yaratgan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Xonadonlarda chiroyli badiiy galereya ham yaratdi. Qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, aziz eldoshlar. Mana biz faxriy ustozimiz
eldoshimiz, ajoyib inson Matyoqub aka Eshshonov xonadonida suhbatimizni davom ettirmoqdamiz. Bugun xonadonga tashrif buyurgan hamsuhbatlarimiz qatorida Matyoqub akamiz bilan yelkadosh bo'lib, uzoq yillar yoshlarga ta'lim, tarbiya berishda elga, yurtga xizmat qilib tanilgan, elning ardog'ida bo'lgan, ta'limni chin ma'nodagi fidoyisi bo'lgan mehnat faxriysi mana ajoyib ustozimiz Erkin aka Alloh bugun mana shu xonadon mehmoni bo'lmoqdalar. Biz bilan bugun suhbatdosh bo'lib, xonadonga tashrif buyurgan yana bir aziz mehmonimiz, bugungi kunda ham yoshlarni mana shu ta'lim tarbiyasi bilan bog'liq bo'lgan faoliyatda jonbozlik ko'rsatib, ustozlarga boshchilik qilayotgan, tumanimizdagi 39-maktabni o'quv tarbiya bo'yicha ishlabni olib borishda xizmat qilib kelayotgan rahbarimiz, ustozimiz Bekturdo'g'amiz Rahimov xonadonga tashrif buyurdi. Bugun fursatdan foydalanib Matyoqub aka mana shu xonadoningizga tashrif buyurgan aziz insonlarimizni, mehmonlarimizni ham siz haqingizda, oilangiz haqidagi fikrlar bilan o'rtoqlashtiramiz. So'z navbatini ustozimiz Erkin aka Alloh qo'yamiz. Marhamat. Rahmat. Mana bugun biz shu Shavot elining fidoyi insoni, haqiqiy ma'rifchi, haqiqiy ma'naviyat ma'rifatining tarqatuvchi va xalq farzandlariga ta'lim tarbiya berishdagi, ilm berishdagi eng ustozida fidoyi ma'rifchilardan biri bo'lgan va rahmatli Madamin akam Eshshonovni va farzandi Matyoqubjonni uyida o'tiribmiz. Madamin akamni agar Xorazmdagi ma'rifchilardan agar juda kuchli ma'rifchilardan biri desak, yanglish qilmam, Xorazm madaniyatining, Xorazm ma'rifining jonkonlaridan birisi Maturasul aka Xudoyberganov bo'lib o'tib ketgan bo'lsa, shularning qatorida teng qatorda Madamin aka Eshshonovni deb o'ylayman. Chunki Madamin aka Eshshonov shu bizlarga ham mana ham shu birinchi yo'llanma bergan, buyruq bergan ustozlarimdan birisi. Madamin akaning eslashimizda eng asosiy sabablardan u kishining odamgarchiligi, fanga bo'lgan mehri va ta'lim tarbiyaga, yoshlarni tarbiyalashda bo'lgan xizmatlari juda katta edi. Madamin akamning ikkinchi bir nimasi mana yaqinda nishonlanyapti. Mana 9-mayda Ikkinchi jahon urushida g'alabaning 80 yilligi nishonlanadi. Va 80 yilligi nishonlanish arafasida Madamin akam Ikkinchi jahon urushida qatnashib kelib, shu o'zining qilgan xizmatlarini, urushda qilgan nimalarini yanada vatandagi qilgan xizmatlarini kelib, shu yoshlarga ta'lim tarbiya berishda yana to'xtatmadi. Madamin akamning o'zi va uni og'aynilari Bo'jan akam ham Ulug' Vatan urushida qatnashib, fidoyi nima qilib, jon ko'rsatib, boshqa o'lkalarda qolib ketdi. Madamin akam hayotli vaqtida shu Ulug' Bo'jan akamning qabrlarini borib izlab topib, bola chaqalar bilan borib topib, shu yerdan Ukrainaga borib izlab topib, shularning yodgorliklaridan qorib tuproq ekib, o'zini vataniga dafn qildi. Bu Madamin akamning qilgan xizmatlari keyingi avlodlarning vatan uchun, xalq uchun qilgan xizmatlarining bir fidoyi inson ekanligidan dalolat beradi. Shuning uchun mana uni qilgan ishlarini davom qildirib, keyingi avlodlari davom qildirib kelyapti. Matyoqubjon ham shu Madamin akamning farzandi sifatida juda katta bir dunyoga qarashi keng, keng bo'lgan insonlardan biri hisoblanadi. Madamin akam qilgan ishlarini davomchilar sifatida shuni aytamiz mumkinki, Madamin akam shu ma'rif sohasida jon ko'yar edi. Matyoqubjon ham yoshlikdan boshlab o'zi rus tili fanidan mutaxassis bo'lsa ham shu O'zbekistonda, yurtida, ayniqsa Bo'rachida shu fanning taraqqiyoti, ma'rifning taraqqiyoti, boshqa rassomlarning qilgan ishlari, ijodlari, shoirlarning qilgan ishlari to'g'risida xalqimizni, yurtimizni o'zbek nimalarning mutaxassislari bilan birgalikda ularni ham tanishtirsa juda katta bir bog'ladi, qiziqdi. Natijada
Ama Rossiyaning boshqa o'lkalariga bordi, Sibirlarda bo'ldi, Moskvada, Lenin, Peterburgda bo'ldi, boshqa yerlarda bo'lib, o'ziga qiziqqan adabiyotlarni yig'di. Rassomlarning ishlaridan namunalar oldi, ko'chirma oldi, adabiyotlardan ko'pchilik adabiyotlarni yig'ib, hamma odam boshqa narsa keltirsa, Metamjonda shunday bir odati bor. Xaltasida nima bor ekanda, orqasini ochib qarasa, xaltada bir xap adabiyot shunday bo'lar edi. Va natijada gelip mana bugunga kelib shu Shavot tuman Bo'rashi qishlog'ida shu ko'niga tugib qo'ydim. Mana bir shu qishloqda bir muzey tashkil qilsam, shu muzeyda xalqimizni farzandlarini tarixiy qilgan ishlari hozirgilar bir yaxshi bir o'qisa, bir yasa bir savob ish bo'lardi deb bir bağladı. Neticede o'zining mablag'i hisobida o'zining mablag' hech kim mablag' bermadi. O'zining mablag' hisobidan jamg'armasi hisobidan mana bino qurdi va binoni jihozlab hozircha mana shunday mana bizga ko'rinib turgan, sizga ko'rinib turgan bir qishloqdagi o'y muzeyini, o'y kutubxonasini tashkil qildi bu. Bu yerdagi eksponatlarni deyarli ko'pchiligini ko'rgan odam endi kelib ko'rsa hayron qoladi. Shuning uchun Meteorolojinin ikinci bir numarası hali bu köyüne başka nazdan tükük koyuptur. Bir yerinde gerisinde kanda işleri kıladı olur. Isları açıp vergen borç gerek. El ıslat gelip göresler. Şunun için bana şunu işlemi kırgallık için meteorolojiye bak bu yanağa jamg'armasidan saxovat teşe insanlığının yoshlarimizni bilim olishda, ta'lim sirlarini o'rganishda, tarixni o'rganishdagi qilgan bu jambozligi hali bir juda katta ish. Men o'ylayman bu Xorazm viloyatida shuni Shavot tumanida ham bu yaxshi ish bo'ladi deb o'ylayman. Mana biz ko'rib qonib o'tiribmiz, bu yerda jahon adabiyotining durdomalari, boshqa adabiyotlarning durdomalari, o'zbek yozuvchilarining durdomalari, rassomlarning qilgan ishlari to'g'risida har xil ensiklopedik lug'atlar to'g'risida juda katta ma'lumotlar bor. Shuning uchun men shu Bo'rashi elidagi Kaysalar nomidan Metamjonni qilgan ishlariga ming marta tasavvurni aytaman. Bundan keyin ham buni qo'li dard ko'rmasin. Mana shu bu ishlardan hali yoshlarimiz ko'p narsani o'rganadi. Maktab o'quvchilari, faqat maktab o'quvchilari emas, maktab o'quvchilari ota-onalari ham kelib bu yerda o'zlarini qilib turgan adabiyotlarni o'qib o'rganadi. Hatto men bugun kelib Metamjondan mana 2-3 ta kitobni olib ketib qo'yadim men. Bir hafta ruxsat so'radim, o'qib kelib topshiraman deb. Shuning uchun sizga omad, sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat ustoz, salomat bo'ling. Ajoyib niyatlarni, istaklarni bildirdingiz. Mana Matyoq akamiz xonadon shaniga tarixga nazar tashlab o'tdik. Matyoq akamizni mana shu qilayotgan xayrli ishlarni qo'llab-quvvatlab turgan ekansiz. Rafa, bu ishlar bardavom bo'lsin. Kelajakda kapamika ishingizga muvaffaqiyatlar qolamiz. Va navbatdagi suhbatdoshimiz bugungi tadbirimizda mehmon bo'layotgan, ishtirok etayotgan aziz ustozimiz Bekturdi aka raqamga so'zni beradi. Marhamat. Rahmat, avvalambor so'z berganlaringiz uchun. Qolaversam mana muqaddas Ramazon oyida bugun Matyoq xonadonida yig'in olishimizdan sabab shu qancha yillar davomida qilgan mehnatlarni hisob qilib bir ko'rgazma qilsam, kutubxona qilsam deb niyat qilib ustozim shu niyatiga erishdi. Chiroyligina ajoyib hali erkan akam aytgandek galerey tashkil qilgan. Qancha yillardan beri mehnatingizni samarasi, natijasi deb qabul qilsa bo'ladi. Yana mana kitoblarni ko'rib odamning bahri dili ochiladi. Haqiqatan ham erkan akam aytgandek bu yerda jahon adabiyoti durdomalari. Ayniqsa o'zi asli ustozimiz Matyoq og'am men ham rus sinfini o'qituvchisi bo'lganim sabab birgalikda ishlash sharafiga muyassar bo'ldik. Erkadash qo'l ustozimiz bilan qancha yillar 2006-yilga qadar 39 inson maktabda o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari vazifasida ishlab keldik. Ko'p narsa ustozimizdan o'rgandik. Ko'rgan ko'z quvonadi. Hali oilasi davrasida o'tirganini ko'rib ko'zimizda quvonch yoshlari keldi. Bizar opam bilan qarab
Körüp dursak 55 yıl birgelikte ömür güzaralık kılınan gençler bir yanında yine nafakadasız ustaz. Yine şundan ziyade yıl birgelikte hayat geçtiğini söyleyip oğul kızlarınızla neberelerinizi baksada görüş nazik kılsın. Hele bağlarını gördük. Kızı bu mide onu. Kaçadan kaça mihnet. Yani çarçaman. Kesellenmeyiz. Hem şeyini bizler için, şairtleriniz için sağ salamet bulunma. Bir nesene ait için mümkün. Yine aligahlara mahsuscan tayarlanarıp yok. Yaşlarımız koşumçaya meşrulatlar katına. Büyüm olan şu kütüphaneye gelip edebiyatlardan toluk faydalansa olan değerli belki mevzuda var. Kimi de yine gördük kol yazmalardan ve tarihi kitaplar bunun adam körgen göz kullanırdı acayip. Bunun için Mete Akbar size sağ olun hemice baktığımızda şagirdleriniz baktığına biz de yapalım bana yine bir Mete aytaman. Şu Ramazan ayında aytılan her bir tilek icabet buladı diye şu sağ salamet olun ben baktığımızda sarız. Rahmat ustoz, samimiy tilaklaringiz uchun. Aziz kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli eldoshlar, kitobga mehr qo'ygan, san'atga oshno bo'lgan aziz va mo'tabar inson Mate Yoqub akamiz Eshshonovni ishlari hali bardavom bo'ladi. Yana davom ettiramiz albatta. Mana bugun mo'jazgina kutubxona tashkil qilgan bo'lsalar, kelajakda albatta bu yerdagi adabiyotlarni sonini yanada ko'paytirib, xalqimizni chin ma'noda foydalanadigan bir ajoyib kutubxona bo'lib shakllanishiga tilak bildiramiz. Medevcan size bu kılıp oturan işlerinizni bölüp koğanıp şu bir narsa esime düşüp gitti. Bana şu Boraşı kışlağıda fidai insanlar, medeniyet sahasının can köyleri var idi. Bu eğer bu adamın yığınap koğan kitapları, bulan alıp baran işleri hiç kadar unutup olmadı. Aynısı şu kışlağımızda yolda çeken Nurmetov degen bir katta bir ata hanımız var idi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi. Ana shuni yoshlarga bilim berishda, kitobga oshno bo'lishda juda katta xizmatlarni qilib ketdi bu inson. Albatta uni qilgan ishlarini hali yoshlarimiz unutmaydi. Shuning uchun men o'ylayman, albatta sizlar shu yerdan borib kitob olib o'qiysiz, bizlar ham borib kitob o'qiymiz. Endi meni nazarimda ularni ishlarini farzandlari davom qildiryapti, qolaversa qishloq ahli davom qildiryapti. Men o'ylayman, meni nazarimda endi siz shu Yo'ldosh Nurmetovning qishloqdagi kitobxonlik ishlarini rivojlantirishda xizmatlarini men nazarimda siz xizmat qilib shuni boshlaga endi siz qilyapsiz. Ama ulardan ruhlari shod bo'lsin, xalqimiz ana shunday bir Yo'ldosh Nurmetovga o'xshagan insonlarni bir esida saqlaydi. Kitobxonlar albatta ularni ishini davom qildiradi. Bu borada sizning ishingizga yanada rivoj tilab qolaman. Kitobga mehri bo'lak, san'atga oshufta bo'lgan qalbni egasi bo'lgan Mate Yoqub aka, ishlaringizga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Mana bugun yosh avlodni kelgusida ana shunday boy adabiyotlar bilan ta'minlashga qo'shayotgan hissangiz. Qolaversa ularni san'at durdonalaridan bahramand bo'lmoq uchun yaratib berayotgan sharoitlaringiz barchasi kelgusida albatta davom etadi. Bu ishlarda sizga kuch-quvvat, sog'lik, omonlik tilab qolamiz. Agar sir bo'lmasa, kelajakdagi mana shu istiqbolli rejalar haqida ikki og'iz aytib qo'yaman. Katta rahmat. Kelgusida hurmatli eldoshlar, mana shu kutubxonada IT sohasini rivojlantirmoqchimiz. Chunki nima desak bo'ladi? Asr bilan ham qadam bo'lmasa, yangiliklar bilan ham qadam bo'lmasak, biz keyinda qolib ketamiz. Shuning uchun mana shu yerda endi o'zimni istagim, balkim yordamchilar, nelar topilar, homiylar topilar. Mana shuni IT park qilsak, kichkinagina. Ve balalarımızı mesela Urgenç'e barıp o'qib o'tdilar. Shavotga borib qatnab o'tdilar. Mana shu ustozlarimizni chaqirib, shu yerda amaliyotda o'rgatib, mana shu yerda
tayyorlash imkoniyatini yaratsam degan umidim bor. Undan tashqari mana bu yoqimizda bolalarni o'yinga ahli qilyapmiz. Sport, kichkina sport maydoncha qilyapman mana bundan. Mana bu yeri Beeline'ni vishkasini qo'yib, bu yerda aloqani yangidan tiklayapmiz. Mana shu ishlarimizni men kelgisi uchun qishloqimizni, farzandlarimizni kelgisi uchun qilmoqchiman. O'zingiz iloji boricha jamg'armamiz, buni shaxsiy jamg'armamiz. Bu hammasi o'zimizni bolalarimizni, o'zlarimizni shaxsiy tashabbuslari bilan tashabbuslari bilan qilinayotgan ishlar, qilingan ishlar, qilinajak bo'lgan ishlar. Rahmat. Elektron darsliklar, elektron majmualar, kitoblarni damlama qilsangiz, shunda hamma ma'lumotni vallahi Endi bir savol tug'iladi. Shularni tashlab qo'ysin. Bino qanday bo'ldi? Ya bino mana ko'ryapman, bino siz ham tayyorlagan o'xshaysiz binoni. Bino tayyor, bino ne? Tayyor. Binoni tayyorlab qo'ysiz. Tayyor. Hammasi. Ay rahmat. Maydon ham tayyor, bino ham tayyor. O'rin ham tayyor, Havo. ixlos ham tayyor. Ixlos tayyor. xalqimizda bejizga shunday jumlalar aytilgan emas, ustoz. Xayrli savob ishni qilajak insonni Allohning o'zi qo'llab-quvvatlaydi. Shunday ekan, ilohim sizni ham Alloh qo'llab-quvvatlab, mana shu xayrli savob ishlarni amalga oshirishinizga sizga hamisha hamroh bo'lsin, ko'makdosh bo'lsin, qo'llab-quvvatlayuvchi bo'lsin. Mana shu farzandlaringiz bilan birgalikda, el bilan, eldoshlar bilan, yaqinlar bilan birgalikda qilayotgan har qanday xayrli ishlaringizda sizga mustahkam sog'lik tilaymiz va rivoj tilab qolamiz. Rahmat. Katta rahmat. Bo'yrachi yili saxovatli yil bilsangiz, saxovatdan muhabbati mo'l bilsangiz, quvonasiz, bahri dilingiz ochiladi. Shunday ulug' insonlarni uchratsangiz, yo'qlasangiz. Bugun elimizni ana shunday tabarruk xonadonlardan biri bo'lgan, ulug' insonlar sanalgan piru badavlat otaxonlarimiz, onaxonlarimiz xonadoni tabarruk xonadonlardan biri bo'lgan Matyoqub akamiz Eshjonovlar xonadonida Navro'z ayyomlari, bayramlar shukuhi sezilayotgan aziz kunlarda mana dasturxon atrofida ularni yaqinlari bilan, qo'shni ovalar bilan, do'stlari, qadrdonlari, nevara farzandlari bilan birgalikda dasturxon atrofida uchrashish vaqtiga muyassar bo'lyapmiz. Bugun 75 yoshni qarshilagan mana onaxonimiz Buyusara onamiz bilan yarim asr mobaynida birga umrguzaronlik qilib kelayotgan 7 nafar farzandni tarbiyalab voyaga yetkazgan aziz mukarrama otaxon onaxonlarimizni bugungi bayram bilan muborakbod etamiz. Matyoqub aka, xonadoningizga tashrif buyurib, bugun mana yaqinlar bilan, qavmi qarindosh bilan, farzandlar bilan davra atrofida, dasturxon atrofida diydorlashayotgan aziz kunda xonadoningizga tinchlik, osoyishtalik tilagan holda o'zingiz haqingizda, xonadoningiz haqida ikki og'iz tilaklaringiz, niyatlaringiz, esdaliklaringizni biz bilan birga baham ko'rsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli eldoshlar, qarindosh urug', qo'ng'ishova. Mana bugun Navro'z ayyomi atrofida, dasturxon atrofida yig'ilibmiz ekan. Men bundan juda xursandman. Chunki insonni qalbini mana shunday yig'ilib, hamkor bo'lib, birga quvonib, chehralarimizni ochib, bir-birimizga diydor ko'rishib o'tirish nasib qilgan ekan. Mana shu katta rahmat tashrif buyurganlaringiz uchun. Mana shu Navro'z ayyomini bizlar bilan birga nishonlab o'tirganlaringiz uchun. Biz oilamizda azaldan urf va odat bo'lib kelgan narsa el yurt bilan birga yashash, el yurtga xizmat qilish, el yurtni ezgu niyatlari bilan yashash hamisha bizni qalbimizda bo'ldi. Mana turmush o'rtog'im bilan
Sadullayeva, Bisara. Bunu uzak yurtlardan, yanarıktan tapkanma. Ben şundan vakayalarım boğan, şu 8 Mart'ta ben tebriklemişim deyende, şu Şavat yerinden velsebitte var Türk tebrikte kayıtlarım. Şimdi şu apargan padarkemi berövmeyin, bağını deverekinde. Bu vaktidir. Bağlaram cengel bilen üstüne kaplangan. Cengellerden ötüp, şu apargan durumu zordan berip kaytkan vaxtlarım boğan. Bana 56 yıl birge turmuş koyduk. Vallahi östürdük. Artık çoğuluklarını östürüp oturupmuz. Şu yurtumuza, ilimize, vatanımıza bir sıtkıdılda hizmet kıladığın insanlarını terbiyeletirmiz. Ben kuanaman, nimege kuanaman. Ben şu turmuş otağım bana hemişe kollap kuatlap yürügenine kuanaman. Ben şu kıyınçılıkla köp boğan, hemmeni hayatında mı kıyınçılıkla boladı. Her xili vaziyet boladı. Lekin şu vaziyetlerden bunu kargışı gelen vakti ben kuanıp astangına sekin pas etirgen ben. Ben karlanıp durgan vakti bu kuanıp durup astangına sekin beni pas etirgen. Bana şunu bir yaşar. Bir-birini kalbini sezip yaşar. Hemen insanlarga nasip kılsın. Birbirinizi düşünüp yaşasanız, birbirinizi keçirip yaşasanız, şundan başka baxt yok. Bir kinofilm var adı. Dojivem do понедельника diye. Şunda şuradaki okuvchini yazgan inşasının özü 2 satır. Baxt nimada deganda seni düşünseler şundan artık baxt yok degan ekan. Yani her kim özünü, yani her kim insanını düşünüp yaşasa, düşünüp şuna qarab turib intilsa, şundan artık baxt yok. Sana katta rahmat. Rahmat. Endi sen ham o'zingni istaklaringni aytsan. Rahmat ustoz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Mana siz bilan umr yo'llaringizda sizga yo'ldosh bo'lgan, siz bilan yonma-yon bo'lib sizga yelkadosh bo'lgan. Ana shu 7 nafar farzandni onasi, 5 nafar kelinni qaynonasi, xonadonni farmonbobisi. Mana bugun Bilisara onamizni umrlari ziyoda bo'lsin. Tabarruk yoshlarni qutlamoq sizga nasib qilsin. Bugungi bayramlar muborak bo'lsin. Mana shunday baxtli kunlarda mana umr yo'ldoshingiz bilan, otaxonimiz bilan, Yaqub akamiz bilan, farzandlar bilan, yaqinlar bilan xursandchilik onlarini baham ko'rayotgan ekansiz. Ikki og'iz mana shu esdaliklar bilan biz bilan o'rtoqlashdingiz. Marhamat. Turmuş ortağım şu 56 yıl oldu yaşap yatırmız. 7 farzandni terbiyelep hemmesi okumuşlu. Kelinlerim hem okumuşlu. Okudular meçki. Zavuşni okudular, okuşlarını bitiriyerler, ballarım. Hemmesi terbiye göryen, düşüngen gelirlerim hem meçkine rahmet gelirlerim hem. Artık çoluklarına bakıp, şuların rahatını görüp, turmuş ortakım bilen birge, şu mersetleşip ne iş olsa kılıp yatırımız bana. Rahmat, sog' bo'ling. Novruz bayramlarınız mübarek olsun. Nice bir yıllara sağlık, salametlik ile Novruz bayramlara yetiriye yaratkanı ya. Rahmet turmuş ortakımam. Rahmat. Birge şu düşünüp birbirimizle. Sevgi yaman buladır. Sevgi hiç kaça acıratmaydı insanla. Her bir kıyınçılık olsam, her bir rahatı olsam birye görüp birye rahatlanıp yatırımız. Sevişken yaman buladı. Sevişip vardık. Rahmat. Umr bezagidir o'g'il qizingiz.
Şunun için gelirlerim hem şu özümde emmeçki akıllı, huşlu, edepli, ikramlı gelirlerim hem. Rahmet bulara gelirlerim hem, konuşavalarım hem rahmet. Şunda bizden silap geliptiler, hemmesine rahmet. Bular hem sağ yürgeyle emmeçki evinde, bala çağaların eldinde. Sizlere rahmet. Baxtli oilalardan biri bo'lgan Hishshonovlar oilasiga hamisha baxtli damlar nasib qilsin. Umr bezagidir o'g'il qizingiz. Istak shu, so'lmasin nurli yuzingiz. Iloha 90ga to'qnashib, 100ga yuzlashib, yaqinlar baxtiga doim sog' va omon bo'linglar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, ziyoda bo'lsin. Bugun mana shu xonadon qishlog'imizning eng bir boobro' xonadonlaridan, ziyoli xonadonlaridan biri ekan. Mana ma'rifat yo'lida, ma'rif yo'lida uzoq yillar samarali mehnat faoliyati bilan shug'ullangan tabarruk xonadonni bugun ularni mana shu bayram bilan qutlab, ular bilan birga ishlashgan, hamkasb bo'lgan yaqinlar nomidan, hamkasblar nomidan ustozimiz mana Nazira opamiz Ro'zmetova bugun xonadon mehmoni bo'lmoqdalar. Nazira opa, avvalambor xonadonga xush kelibsiz. Sizni ham bayramlar bilan muborakbod etamiz. Mana shu xonadon haqida iliq tabriklaringiz, qutlovlaringiz, istaklaringiz bo'lsa marhamat. Rahmat. Yine Metekba, Büsar apa, xonadoningizda shunday yaxshi kunda yengil olgan ekanmiz. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat. Ilohim shu Navro'z ayyomidan ko'pini qutlash, birgalikda nasib etsin. Shu necha yillar Metekbam ustoz bo'ldi, birga ishlashdik. Bu adamın şunday qalbi pok. O'zing ota-onang, og'ayni do'g'oning nechik bo'lsa shunday to'g'ri maslahat beradi. Shuning uchun bularga hamisha sog'lik tilayman, xonadonga tinchlik tilayman. Ilohim shu bolalarni, gelinlarini, aqtiq cho'liqlarni, nabiralari hamma rohatında bo'lsin bular. Rahmat. Ilohim shu ko'nglida ne niyati bo'lsa, niyatlari hamisha ijobat bo'lsin. Ilohim shu indigi Navruzlaricha hojani hojata bo'lib o'tirsin, dilakdoshman. Ilohim ko'p yoshlarga giringlar, yuz bilan yuzlashib. Rahmat. Xudoyim shu hamisha el hurmatida bo'ling, el izzatida bo'lg'aysiz. Rahmat. Sizlar ham sog' yurgaysizlar. Sizlar ham sog' yurgaysizlar. Evvelam Yerkin aka siz ham ilohim güç kuvvet bersin. Bu neleri uyuşturuşa mansat yapamaz. Rahmat. Hammangizga. Hamisha sog' yuring. Elimizga kirib kelgan ko'klam, bahor, mana shu Navro'z ayyomlari, bayramlar barchangizga qutlug' muborak bo'lsin deymiz. Rahmat. Samimiy dil so'zlarni, niyatlarni bildirgan barchangizga hamisha xursandchilik onlarini nasib qilsin. Bugun Metekba aka mana shu xonadonimizga tashrif buyurib, sizni bayram bilan qutlab yaxshi kunda yo'qlayotgan yaqin qo'shnilar nomidan mana Oyshajon opamiz ham o'zlarining fikrlarini baham ko'rsalar. Oyshajon opa, marhamat. Mikrofon. Yaxşı, mən Metekba gəlin biz sizlərinin Novruz ayamlarınız bilan təbrikləyəm. Xudoyim köp Novruz bayramlarını görgəysiz. Gəlin benim bilan yarım əsrdən uzaq ömür görübsiz. Xudoyim yenə şuningdek ömür görgəysizlər Xudoyim. Şu ana bağlarınızı baxtına, taxtına suyanıb, şulardan yolluqlar, yatlıqlar görüb oturğaysız. Rahmat. Sağ olun. Sizlar ham sog' yurgaysizlar. Bizler baxtımıza sağ olup, baş, qaş bolup birgəysiz Xudoyim. Meryemcan, sana bir iki az gaplarimiz. Mana Kattalar gaplayversin so. Yaxshina shu bugun katta og'am gelibim xonadonda o'tiribmiz. Bayram bilan mengiz tabriklayman. Rahmat. Gelin bir og'a uzoq yashasanglar. Doim aqtiq cho'luq yo'liqlaringizdan bosh bo'lib yurgaysizlar, to'ylarni ko'rgaysizlar. Rahmat. Shundan bizani aldimizda bosh bo'lib yuringlar. Rahmat. Havacan, Hocam, ne yok? Gap yok mu? Ya sen yok musun? Gaplang daha og'aylarni bilasiz. Gelin bir Metekba. Bizler baktığımızda sağ yuring. Hamisha bağları
dileginde oturun. Sağ boğaysılar. Rahmet. Sizlerim sağ salamat Sağ yürüyeysizler. yürüyeysizler. Ağalarım baktına sağ yürüyün. Rahmat bo'lmasam xonadoningizda hamisha mana shunday yaxshi kunlar nasib qilsin. Rahmat barchaga. Rahmat. Aziz yildoshlar, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun Bo'yrachi farzandi kanali bilan hamkorlikda Bo'yrachi qishlog'ini tabarruk xonadonlardan bo'lgan Matyaqub akamiz Eshonov xonadonida bo'lib, ularni yaratayotgan katta bir izlanishlari samarasi bo'lgan, katta bir mehnati samarasi bo'lgan boy kutubxonasi bilan, qolaversa mana chiroyli suratlar galereyasi bilan tanishdik. Fursatdan foydalanib barcha eldoshlarimizni, yoshlarimizni mana shu madaniyatni sarchashmalari bo'lgan adabiyotlarimiz bilan tanishib, qolaversa san'at asarlaridan bahramand bo'lmoq uchun ushbu manzilimizga taklif qilib qolgan bo'lar edik. Bizning manzilimiz Bo'yrachi qishlog'i, Sorbon ko'chasi 16-xonadonda joylashgan. Hurmatli eldoshlar, hurmatli yurtdoshlar, yoshlar, keksalar, biz xonadonimizga tashrif buyursangiz xursand bo'lamiz. Marhamat, kelib turib adabiyotlardan, san'at durdanalaridan bahra olsangiz minnatdor bo'lar edik. Mana shu xonadonda o'quv kurslari ochish ham niyatlarimiz bor. Barchangizni taklif qilib qolamiz. Barchangizni taklif qilamiz.